Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, мына бүгүн биздин Кальмен айыл өкмөтүбүздүн Кальмен айылынын тургуну улуу согушка катышкан согуштун ардагери Сайдахмат абабыздын үйдө турабыз. Бүгүн Сайдахмат абабыздын туулган күнү экен. Жакында мына жеңиш күнү жакындап келип атат. Дагы жеңиш майрамы, мындайча айтканда кош майрам болуп атат. Бүгүн бул үй бүлөдө ошол согуш ветеранын куттуктап мектептин окуучулары келип, кичине ошол абабызды куттуктаганы келип отурушат. Ошол учурдан пайдаланып, мен Сайдахмат акеге, сизге, Музафар аке отурат жанында тылдын ардагери. Биздин Каламжай районунда азыр 4 эле ветеран калыптыр. Анын ичинде биздин Кальмен айыл өкмөтүндө бир эле согуштун катышуучусу калыптыр. Сизге эми ден соолук каалайбыз, өмүрүңүз узун болсун. Ошол бала чакаңыздын алдыда, ар дайым эл журттун алдыда жакшы ден соолукта жүрүшүңүздү каалайбыз. Анан айыл өкмөтү атынан кичинекей биздин белегибиз бар эди. Ошол тапшырып койсок, рұқсат берсеңиздер. Bismillahirrahmanirrahim. Epoki pervacıyor mihmolar kelimana diyorlar kilifiyatı. Huda Teala hammelerge, umrulerge, rızkılarge, kılagol kaçkamalarge, acır soğuk berekeler ata kılıp baklı yaşadıklardan bölüsün. Bana biz kurma bilmeyenler, kurmayenler hem bol kurgan hem bol içinde. Huda Teala hammasini baxtli qilib yashayversin, bayg'o'xshagan ko'p yil, ko'p zamon yashasın. Huda Teala hamisha mana bir qancha nevara bo'lib, mana shunday baxtli bo'lib yashayapmiz. Huda Teala shu baxtli yashashni ismasin. Bor Xudoyo o'zi bandam desin. Yana Xudo Teala mana bizning nasibamizni o'shaqa qo'shgan ekan, biz ko'p yomon joylarga borib ko'rib keldik. Xudo Teala endi bu yoshlarimizni o'shanaqagilarni ko'rsatmasin. Men birinchi borishim 1942-yili 30-avgust kuni uydan ertandan qo'shgani, ertandan olib kelib berib, ertandan o'shatdi o'zida haydab ketgan. Mana shundan baqa Xudo Teala qancha shaharlar, qancha jularni ko'pi esimizdan ham chiqib ketdi. 7-uchuvni polkaga olib borib, ko'p satarlarga qo'shib yubordi. Xudo Teala o'shanday yurib, o'sha 6 oy o'sha nimada bo'lib, keyin bizga ochish kelib qo'ygan ekan, Moskvaga olib bordi. Moskvada ham bo'lib hammasini mana nima 730 Sirkoy nimasiga, polkasiga tushgan ekan. Biz Damienskiga yaqin bordik. To Damienskiga yetguncha sekin yurib 1,5 oy vaqt o'tib ketdi. O'shatga borib, o'shatda 7 kun yog'ib turgan o'qni ichida bo'lganman. Xudo Teala o'shanday joylarga salom olib keldi. Eshitib, esimga keldi, o'zim yig'lagim keladi. Shunga o'xshagan ishlarni ko'p ko'rdik. Xudo Teala o'shadan boshlab 7 kundan keyin rani bo'ldim, rani o'rib tuzaldim, yana
O'sha yerda 3ta shu nimaga Sivani arkada bunday u yoqqa otma turgan qo'liga tushib qolib, men bilmay uni piliga tushib qoldim. Shu piliga tushganimcha borib Polsha lageriga tushdim. Polshada 43-yili dekabr, yanvar, fevral, mart oyigacha o'sha bo'ldim. O'sha biroq urush nemis orqaga qaytib qolgan ekan, quv bor, o'shanga yaqin quv qoldi. O'shadan qaytgan bizni haydadi, oyog'imiz turib tiyada, hayda yurolmaydi uni poyezdiga, mana shunday qilib olib, nimaga olib ketdi. Germaniya, Chexoslovakiya, mana shularga olib borib butunlarini ishlaydigan qildi. Menga o'xshaganga ish yo'q, meni qo'limga tekkan, o'shanaqa bo'lib Germaniyaga bordik. Germaniyada eng oxiri endi aytaman desam juda ko'p. Aytishga nimasi bor? Oxiri Italiyaga yaqin yetdik. O'shadan qaytib, yana Germaniya bilan mashina qatib, 43-yil qishini 44-yilga kuzidan to 45-yilni bahorigacha biz o'sha yerda bo'ldik. Bundan keyin bizni haydab Chexoslovakiyaga olib keldi. Chexoslovakiyada bir 10 kuncha bir katta ko'rishda turganimizdan keyin urush quvuli borib, Amerika quvi borib, o'sha yerga keyin nima bo'ldik. 8-nima kuni, moy kuni to'xtadigan e'lon bo'ldi. 9-moy kunga yana bozor qolganlar ham tamom bo'lib e'lon qildi. Biz o'shadan cho'g'lar hammamizni men yolg'iz qolib, bu nimaga qaqqa ketishim bilmay garang bo'lib poyezdning nimasida tursam, yo'l to'sadigan bo'tkadan bir chex chiqib aytdi, "Mamaqa yur, baqa ket" dedi. Chaqirib aytdi, "Bata hozir urush bo'lyapti" dedi. Monday yurdim, ikkovimiz yetirib orqa arqa tomonda bir katta ko'l bor ekan, ko'lni bo'yida bitta saroy bor ekan, saroyga olib kirib qo'ydi. Saroyning ichida bir kamida 200 ta butun Ukraina, Belarus, mana shu tomondan borgan butun yosh xotinlar. Ularning ichida men o'zim yakka yolg'iz qoldim. Ertamdan turib ular urush to'xtagan e'lon bo'lgandan keyin borib, banda komendantga borib, ilk kun turdik, 3-chi kuni ko'rishga chaqirdi. Bismillahirrohmanirrohim. Pokiy Parvardigar hammalarni ham umrlaringga, rizqlaringga baraka bersin. Mana bola chaqalar katta bo'lyapti, bari hurmatli bo'lyapti. O'shalarda ham baxtli bo'lib, bizni ko'rgan, bizni ko'rmay, mana shunaqa yaxshi hayot kechiradigan bo'lsin. Mana bizni hurmatlab kelib, qancha katta kichik, mana shu rayonimizdan, kolxozimizdan, mana shulardan, mana bu sesovlarimizdan, komendantlarimizdan kelishib hurmatlashyapti. Xudo taolo o'sha ajr, savob, baraka berib, yaxshi hayot kechiradiganlardan qilsin. Hamisha baxtli bo'linglar. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan wa qina azobannar bi rahmatika. День Победы, как он был
смотрит потухший таял уголек. Были весны обгорелые в пыль, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, порохом пропал. Это праздник, среди на висках. Это радость, со слезами в глазах. День победы, день победы, день победы. Дни и ночи у Мартеновских пещер не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали, как могли. Этот день порохом пропал. Это праздник, сединою на висках. Это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком мы пробежаться по России. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, порохом пропал. Это праздник, сединою на висках. Это радость, со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Men Tajibayev Aslanbek To'xtag'ul o'rta maktabining ardagir muallimiman. 40 yil To'xtag'ul o'rta maktabida muallim bo'lib ishladim. Bugungi kunda bizning qo'shnimiz Ulu ata mekendik so'g'ishdan ardageri Madaminov Saydamat ataning tug'ilgan kuni. Biz Saydamat ata bilan qo'nish bo'lib yashaymiz. Men Saydamat ata to'g'risida bir qancha bir ma'lumotlarni sizlarga aytib berayin. Madaminov Saydamat ata 1923-yili Halmiyon ayilida mana shu uy bo'lida to'ralgan. 1942-yili 30-avgust kuni so'g'ishga ketgan. 1945-yil oktyabr oyida so'g'ishdan qaytib kelgan. Al kishi so'g'ishdan qaytib kelgandan keyin Frunza rayonining bit kombinatida jumishchi bo'lib ishlagan. Al kishi o'tik tika turgan usta bu kishi. O'ng qo'lidan so'g'ishda ranin bo'lib, ikkinchi gruppa invalidi bo'lib, shu kungacha emgaklanib keldi. Bu atamiz 7 farzandni tarbiyalab voyaga yetkazdi. 3 o'g'il, 4 qiz. Hozirgi kunda bu kishining 7 farzandi, 30 nevarasi, 71 chevarasi, 2 evarasi bor. Bu ata bugungi kunda bizning tinch osmonda ostida yashab turganimizni qayta aytib, so'g'ishni hech qachon bo'lmasligini bizga qayta aytib turadi. Bu kishi bizning mamlakatning bardiq nimalaridan rozi bo'lib, har yili bu kishini siylashib, 9-mayda bo'lovi, tug'ilgan kuni bo'lovi, bu kishini hurmatlashib, mana Batken rayonining
Batken oblastining gubernatori kecha kuni kelib bu kishini ziyorat qilib ketdi. Mana kecha Qadamjoy rayonining hokimi kelib ziyorat qilib ketdi.